Qur'oni Karim oyat. Mana shu oyatda tafsirida ajoyib gap gapirgan. Astagfirullah. Laysa laha min dunillahi kashifa. Qiyinchilik, mashaqqat, muammolarni yechishlikda Allohdan o'zga hech qanday zot yechib yubora olmaydi deb agar bitta odam bir kun umrida 15 mingta, 35 mingta, 47 mingta aytadigan bo'lsa, xotirjam bo'lsa, u hayotida muammo tug'ilmaydi degan. Qur'oni Karim oyat. Birinchi muammoingiz yechish uchun 15 mingta sanaysiz ekan. Laysa laha min dunillahi kashifa, laysa laha min dunillahi kashifa. Bu Qur'on oyati, bitta oyat. Azifatul azifa laysa laha min dunillahi kashifa. Uni bir soatda o'tirib o'qib qo'yasiz. Endi haligi muammoingiz 15 mingtaga yetkazganingda muammo yechilmayapti. 36 mingta o'qiysiz. 36 mingtaga yetganda ham muammo 10 da turibdi. 47 mingtaga yetkazasiz. Xotirjam bo'lavering. Xudo Qur'onga innalloha la yuxliful mi'ad. Alloh va'dasiga xilof qiladigan zot emas. Banda qiladi xilofni. Banda aldashni yaxshi ko'radi. Xudoga taolo bandasini aldamaydi. Muhtaram jamoat, biz shunaqa ixlosda, shunaqa muhabbatda, shunaqa taqvoda hayot kechirishlikni Xudodan so'rashligimiz lozim bo'lar ekan.